Tashqi fasad uchun fasadni plitka 15 yil, 20 yil garantiyasi bor ekan. Qadrdonlar, ko'rib turibsizlar, 3D shaklida akalarimiz ishlab chiqarib, plus ustanovka ham qilib beribdi ushbu Fayzli xonadonga. Общий kvadrati qadrdonlar, bu yerda 85 kvadrat fasadni plitka ketyapti. 1 kvadratini sotilishi 75 ming so'mlik varianti. Общий summasi 6 million 300 ming so'm fasadni plitka. Usta haqisi qadrdonlar 1 kvadratini qoqib berishi 45 ming so'mdan ekan. Bu yerda usta haqqisi 3 million 800 ming so'mlik usta haqqi bo'lyapti. Ketyapti turgan reykasi 2 million so'mlik reyka ketyapti va 900 ming so'mlik tunuka ketyapti. Ya'ni qirg'oqlarning shaklini chiqargani. Ushbu o'sha 85 kvadrat joyimiz qadrdonlar 13 million so'mdan bilan hamma yo'g'i ketyapti turgan samarez, reyka, usta haqqi, fasadni plitkasi shu holatga kelyapti. 15 yil, 20 yil garantiyasi bor. Kimga shunaqangi fasadni plitkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan narxlar 65 ming so'mdan 75 ming so'mgacha ekan. Ustanovkasi alohida bo'ladi. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda xohlagan svetingizdan, xohlagan fasoningizdan akalarimiz chiroyli qilishib chiqarib berishaveradi. Bu narsani xohlasangiz, masalan, har 2 kunda bir, xohlasangiz 3 kunda bir bemalol karchillab yusalangan bo'laveradi. Mabodo endi kattaroq tosh-bosh kelib turib, mabetini paqqa tushundirib qo'yadigan bo'lsa qadrdonlar, shuni yechasizlar, mana shu bir donani o'zini shuni yechib turib, o'rniga boshqa olib kelib, shuni qatirib qo'ysalar yana yap-yangidek bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.